Bugun biz shunday bir davrda yashayapmizki, pul oddiy qog'oz yoki raqam bo'lishdan chiqib, odamlarning ruhiy holatini, qarorlarini, hatto o'ziga bo'lgan ishonchini belgilab beradigan kuchga aylangan. Hozir kapitalizm davri. Bu davrda insonning qadri ko'pincha uning qancha topishi bilan o'lchanadi. Kimdir ko'proq topyapti va u hurmatda, kimdir kamroq topyapti, ular esa tushkun kayfiyatda. Pul bor joyda imkoniyat bor deyshadi. Ammo kamdan kam odam shuni aytadiki, pul yo'q joyda ichki bosim bor. Eng xavflisi ham shu. Pul yetishmasligi insonni ichidan yemiradi, uxlashga qo'ymaydi, fikrlarni parchalab yuboradi, insonni doimiy xavotirda ushlab turadi. Ertalab uyg'onasiz, telefoningizni qo'lingizga olasiz, kimdir mashina olgan, kimdir chet elga ketgan, kimdir yangi biznes boshlagan. O'zingiz bilmasdan ichingizda bir savol paydo bo'ladi. Menchi. Ana shu savol odamni pul ortidan yugurtiradi. Ba'zan to'g'ri yo'ldan, ba'zan esa egri yo'ldan. Yil oxiriga yaqinlashgan sari bu bosim yanada kuchayadi. Chunki inson tabiatan hisob-kitob qiladigan mavjudot. O'tayotgan yilni o'lchaydi, yangi yilga reja tuzadi. Ayniqsa pulga oid rejalar. Qancha topaman, qayerdan topaman, qanday qilib qarzsiz yashayman yoki qarzimni qanaqa qilib uzaman. Shu sababli yil oxirida pul haqidagi videolar eng ko'p ko'riladi. Chunki odamlar umid izlaydi, tezkor yechim izlaydi. Lekin bugun men sizga odatdagidan biroz boshqacha savol bermoqchiman. Pul ko'paygan sari hayot yengillashyaptimi yoki ichki bosim yanada ortyaptimi? Bugun internetda pul topish haqida juda ham ko'p aqlli gaplar bor. Ishla, o'zingga sarmoya qil, bilim ol, investitsiya qil. Bularning hammasi to'g'ri. Men bunga qarshi emasman. Chunki o'zim ham bularni bariga amal qilaman. Lekin men bir narsani vaqt o'tib tushundim. Faqat shu ishlarnigina qilish yetarli emas. Chunki hayotda pul faqat mehnatga qarab emas, insonning qanday odam ekaniga qarab ham keladi. Men bu videoda sizga biznes haqida biror narsa demoqchi emasman. Hech qanday sxema, grafik yoki formulalar bilan bo'lishmoqchi emasman. Men sizga pul ko'payishiga ta'sir qiladigan, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan boshqa taraf haqida gapirmoqchiman. Bu dunyoviy harakatlar bilan birga yuradigan ichki intizom, munosabatlar va odatlar haqida. Agar siz 2026-yilda pul masalasida kamroq bosim bilan yashashni, pulni faqat quvib emas, uni ushlab tura oladigan odam bo'lishni xohlasangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Men hozir aytadigan gaplarimni noto'g'ri tushunmang. Men ham ishladim siz kabi, mehnat qildim, o'qib o'rgandim, xatolar qildim, qayta turdim. Ya'ni bugun internetda aytiladigan deyarli hamma dunyo maslahatlarini qildim, amal qildim. Lekin bir joyga kelib, o'zimga o'zim savol berdim. Agar hammada bir xil harakat bo'lsa, nega natija hamma uchun har xil, ya'ni bir xil emas? Shu savoldan keyin bitta narsani tushuna boshladim. Pul faqat tashqi mehnatga emas, balki insonni hayotga va odamlarga qanday pozitsiyada turganiga qarab ham keladi. Va aynan shu nuqtadan boshlab meni odatlarim o'zgardi. Bugun men sizga so'nggi 5 yil davomida hayotimda barqaror saqlab kelayotgan, pul topishdan tashqari topilgan pulni hayotimda turib qolishiga va pulsizlikka tushmasligiga xizmat qilgan odatlarimni aytib bermoqchiman. Pul haqida gap ketganda ko'pchilik qarindoshlikni, aloqani, hol-ahvol so'rashni bu mavzuga umuman aloqasi yo'q deb hisoblaydi. Go'yo pul faqat hisob-kitob bilan, raqamlar bilan yuradigandek. Lekin men hayotda boshqacha manzarani ko'rdim. Aloqalar uzila boshlagan joyda imkoniyatlar ham asta-sekin yo'qola boshlaydi. Siylay rahim bu shunchaki yordam berish emas. Bu odamlar orasidagi rishtani tirik saqlash. Men borman, sizni eslayman degan signal berish. Misol uchun, opa-singillardan xabar olish, jiyanlardan xabar olish, opa-singillarga e'tibor berish, aka-ukalarni yo'qlash. Qarindoshni faqat muammo chiqqanda emas, tinch paytda ham eslash. Bu ishlar pul olib kelayotgandek ko'rinmaydi, lekin ular odamni yolg'iz qoldirmaydi. Men yana bitta narsani tushundim. Pul yolg'izlikni yoqtirmaydi. U sovuq, uzilgan muhitda emas, odamlar orasida yurishni yaxshi ko'radi. Qarindoshlar bilan aloqani mustahkamlashni odat qilgandan keyin hayotimda pul faqat topiladigan narsa bo'lib qolmadi. U kirib chiqadigan, aylana oladigan, turib qolmaydigan narsaga aylandi. Balki pulni o'zi o'zgarmagandir, lekin pul yuradigan muhit o'zgardi. Siylay rahim bu aloqani tirik saqlash bo'lsa, sadaqa pul bilan bo'lgan ichki munosabatni to'g'irlash. Pul kelganda uni faqat ushlab qolish haqida o'ylash bu qo'rquvdan chiqadigan refleks. Sadaqa esa pulga boshqa signal beradi. Ya'ni men yetishmay qolishdan qo'rqmayapman. Bu katta summa bo'lishi shart emas. Ba'zan juda kichkina ulush ham yetarli bo'ladi. Muhimi pul kelishi bilan undan boshqa joyga ajratish. Xavfsizlik tizimida yozilmaydi. Sadaqa har xil balo ofatlardan saqlaydi. Sog'liqni saqlash tizimida yozilmaydi. Sadaqa turli dardlarga shifo bo'ladi. Iqtisodiyot tizimida yozilmaydi. Sadaqa boylikni barakali qiladi. Pulni meniki degan doiradan chiqarish. Keyingi muhim tushuncha shu bo'ldi. Pul kelganda men undan faqat o'zim uchun ushlab qolishga harakat qilgan davrlarimda u uzoq turmasdi. Keyin o'zimga bitta savol berdim. Agar bu pul haqiqatan ham meniki bo'lsa, nega u doim ketishga shoshadi? Shu joyda bitta fikr menda mahkam o'rnashib qoldi. Boylar Xudoning yerdagi kasrlari.
Boy odamlar pulning egasi emas. Ular pulni vaqtinchalik taqsimlovchilari. Xuddi kassirga o'xshaydi. Kassaga tushgan pulni kassirniki emas u. U faqat kimga qachon, qancha berilishini to'g'ri bajarish kerak. Agarda to'g'ri bajarsa, ishonch oshadi. Agar xiyonat qilsa, kassadan olinadi. Qisqa qilib aytganda, boylar Xudoning yerdagi kassirlari. Shu sababli men pul kelishi bilan miqdoridan qat'iy nazar, undan boshqalarga ham yetadigan ulush ajratishni odat qildim. Bu katta summa bo'lishi shart emas. Muhimi pulni faqat meniki degan tor doiradan chiqarish. Shu odat bilan pul menga yopishib qolmadi. Aksincha, ko'proq aylana boshladi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Pul ko'payganda o'shanda bilaman nima qilishni. Lekin hayotda men boshqacha narsani ko'raman. Inson pul bilan qanday muomala qilishni katta summada emas, kichik paytda o'rganadi. Qo'lida oz bo'lganda qanday bo'lsa, ko'p bo'lganda ham asosan shunday qoladi. Agar odam hozir imkoniyat kam paytida ham aloqani uzmasa, mas'uliyatni tashlamasa, pulni faqat meniki deb yopib qo'ymasa, pul ko'payganda u qiynalmaydi. Chunki u pulga moslashmaydi. Pul unga moslashadi. Bu joyda men biroz sekinroq gapiraman. Chunki bu odat haqida gapirganda o'zimga o'zim yolg'on gapirishni xohlamayman. Agar inson bir amalni faqat natija kutib qilsa, u uzoqqa bormaydi. Natija ko'rinmay qolgan kuni u amal ham yo'qoladi. Shu sababli men o'zimga boshda shart qo'ydim. Bu ishni davomiy qilaman, har doim qilaman. Har kun kechqurun Voqea surasini o'qib kelaman. 1-2 marta emas, bir oy emas, deyarli 5 yildan beri. Har kuni uzluksiz. Ba'zi kunlar charchoq bo'lgan, ba'zi kunlari xohish bo'lmagan, ba'zi kunlari bugun o'tkazib yuborsa ham bo'ladi-yu degan fikr kelgan. Lekin men aynan shu joyda to'xtamaganman. Men bir ishni hech kim ko'rmayotgan paytda, hech kim baholamaydigan paytda baribir davom ettira olamanmi? Mana shu savolga har kecha javob berganman. Va shuni ochiq ayta olaman, shu odatim sabab yillar davomida hayotimda pul masalasida keskin uzilish bo'lmadi. Bir eshik yopilganda boshqa tomondan imkoniyat chiqib keldi. Yetmayotgandek tuyulgan joylarda qandaydir yo'l bilan muvozanat saqlanib qoldi. Sizga shu maslahatni chindan ayta olamanki, pul topish uchun qilayotgan barcha sabab harakatlaringiz orasiga mana shu odatni kiriting. Ertami kechmi, albatta natijasini ko'rasiz. Faqat sharti natija bo'lsa bo'lmasa davomiylikni saqlang. Pulni ushlab turadigan narsa mas'uliyat va obro'. Endi juda nozik, lekin eng muhim joyga keldik. Ko'pchilik pulsizlikni noto'g'ri tushunadi. Pul yo'qligini pulsizlik deb o'ylaydi. Aslida esa haqiqiy pulsizlik cho'ntagingiz bo'shlik emas, haqiqiy pulsizlik sizga kerak bo'lib turgan paytda hech kimdan topa olmaslik. Ya'ni hech kimni sizga ishonmaslik. Mana shu holat pul bilan emas, odam bilan bog'liq bo'ladi. Pul o'tkinchi, odamlar bilan bo'lgan munosabat esa doimiy, ya'ni qoladi. Mas'uliyat deganda ko'pchilik katta lavozimni, katta ishni tushunadi. Men bo'lsa boshqacha qarayman. Mas'uliyat bu aytilgan gapda turish, olingan ishni oxirigacha yetkazish, ishonchni vaqtincha foyda uchun sotmaslik. Aynan shu mayda narsalar odam haqida eng kuchli signal beradi. Jamiyatda odamlar bir-birini rezyume bilan emas, tajriba bilan baholaydi. Bu odamga ish topshirsa bo'ladimi o'zi? Bu odamga pul bersa bo'ladimi? Bu odam qiyin paytda yo'q bo'lib ketmaydimi? Ana shu savollarga berilgan javob sizni ijtimoiy kapitalingiz. Agar siz odamlarning ishonchini suiiste'mol qilsangiz, haqqini yesangiz, aldashni oson yo'l deb bilsangiz, pul bir keladi, 2 keladi, lekin baribir sizda turmaydi. Chunki pul o'zi bilan birga mas'uliyatni ham olib keladi. Mas'uliyatni ko'tara olmagan odamdan esa pul sekin-sekin uzoqlashadi. Ijtimoiy obro' bu bank hisobida ko'rinmaydi, lekin hayotda juda tez ishlaydi. Pul yo'q paytda obro' sizni boqadi. Pul yo'q paytda obro' eshik ochadi. Pul yo'q paytda obro' vaqt beradi. Agar siz odamlar nazdida ishonchli, va'dasida turadigan, haqqini yemaydigan odam bo'lsangiz, sizga pul kerak bo'lsa, uni qidirib yurishga to'g'ri kelmaydi. U o'zi keladi. Shu sababli men pulni ko'paytirishdan oldin o'zimni yaxshi sifatlarimni ko'paytirishga harakat qildim. Pulni emas, mas'uliyatni kattalashtirdim. Chunki pul odamni emas, odam pulni ushlab turadi. Agar shu videodan bitta narsani xulosa qilishingiz kerak bo'lsa, u shu bo'lsin. Pul faqat ko'paytiriladigan narsa emas. Pul to'g'ri boshqariladigan va aylanadigan narsa. Uni ko'tara oladigan odam bo'lmasangiz, u qanchalik tez kelsa, shunchalik tez ketadi. Men bu videoda sizga yangi sir ochmadim yoki birorta bir sehrli gap aytmadim. Men faqat bitta haqiqatni ko'rsatishga harakat qildim. Pul faqat qo'l bilan emas, odam bilan keladi. Aloqalaringiz bilan, mas'uliyatingiz bilan, ichki intizomingiz bilan, obro'yingiz bilan. Agar siz faqat ishlashni o'ylasangiz, charchaysiz. Agar faqat topishni o'ylasangiz, yetmaydi. Agar o'zingizni tartibga solsangiz, pul asta-sekin sizga moslashadi. 2026-yil uchun oldingizga bitta katta maqsad qo'ying. Ko'proq pul topish emas, pulni to'g'ri taqsimlay oladigan, unga yopishib qolmaydigan odam bo'lish. Shunda pul hayotingizda muammo bo'lishdan to'xtaydi. U shunchaki vositaga aylanadi. Va oxirida shuni aytaman.
pul ortidan ko'r-ko'rona yugurmang. Avval o'zingizga yig'ing. Niyatingizni, odatingizni, mas'uliyatingizni, odamlar bilan munosabatingizni. Shunda pul siz izdan quvadigan maqsad emas, balki hayotingizda tabiiy paydo bo'ladigan natijaga aylanadi. Videoning yakunida ustozimning gaplari bilan xulosa qilmoqchiman. Pulni qanchalar tez ortidan quvsangiz, u shunchalik tez qochadi. Agar siz o'zingizni ortingizdan quvsangiz, kechagi kuningizdan yaxshi bo'lish uchun o'zingiz ta'qib qilsangiz, bir kun kelib pul sizni o'zi qidirib keladi va sizga siz xohlamagan taqdiringizda majburlab hayotingizga kirib keladi.